Assalomu alaykum qadrdon do'stlar, tomoshabinlar. Bugun mana Osoni sentriga keldik. Oso sentridan biroz aylanib sizlarga ko'rsatmoqchiman. Yangi yil oldin qanaqa boshlashdan oldin ozgina tamaddi qilib olishni niyat qildim. Ko'rib turganingizdek kurasant do'kondan kurasant oldim va bir qahva. Juda ham mazali. Endi maqsad bugun shu Osloni anu portiga yaqinroq portoviy joylarni ko'rsatish sizlarga. O'ylaymanki, sizlarga yoqadi. Maroqli ko'rib, o'zingizlarning fikringlarni bildirib, kommentariyada yozib, qizig'i bo'ldimi yo'qmi, layklarni bosib qo'ysanglar, xudo xolisa davom etamiz. Hozir yeb bo'lgandan keyin portga boramiz. Sog' bo'linglar, kuzatishni davom etinglar.